sharoitlar, kelib-ketdi ibodatlar qanday bo'lyapti haqida bir ikki og'iz ma'lumot bersangiz, mehmonxonadagi ko'rsatilayotgan xizmatlar, masjiddan qanaqa bir masofa, ular haqida bir ikki og'iz. Assalomu alaykum, rahmatullohi va barakatuh. Allohga hamd sanolar bo'lsin. Sevgili Payg'ambarimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi va sallamga mukammal va muattar salovat durudlar bo'lsin. Ana shularni bir xuddi chaqirigidek biz ezgi niyatlar qilib yurgandik. Qachon bizni qadamimiz ana shu aziz joylarga yetarkindi. To'g'rimi yigitlar? 20-30 yildan beri havas qilib yurardik. Borarmikanmiz, lekin mana vaqtiki boramiz deganda vaqt keldik. Kelganlar qanaqa bir chiroyli keldikki, o'sha shularga kelganimizcha hech qiynalmasdan samolyotda keldik. Ayniqsa kelib tushgandagi xuddi uyingizda oilangiz kutib olgandek, gazetani shunaqa bir chiroyli iliq kutib olishdi. Kelishimizga darab kofe, choylar tayyor. Mana gazetamiz to'g'rida turibdi mana Al Madina, Golden Hotel. Madina mana gazetasi turibdi o'sha yerda. Qarang, shunaqa bir chiroyli, xos bir darajada Xolos mana xonalarda suvlar, sovuq suvlar, tualetlari, hamma sharoitlari bor. Eng yaxshi tomoni biz ayniqsa yosh bo'lib qolgandan keyin bir qadam uzoqlik qiladi-da. Mana hozir gazetasi Madina turgan bo'lsa, buni qarang-da mana. Bir qadam 20 metr chiqib chiqmaydi, to'g'rimi? Shunda borasida to'g'rida mana Muhammad Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam haramlari, ya'ni Masjidul Nabaviy. Raqamimiz 63 ga to'g'ri keldi. Yoshlarga ham to'g'ri keldi. Ana uni ichidagi masjidni men bunaqa sharoitda hayotimda ko'rmaganman. Bilmayman, necha ming odam o'qiyapti bu yerda. Har gal dunyodan kelgan musulmon xalqlar. Qarang, bir-biriga tanimaysan. U Kolumbiya, Amerikadan kelyapti, Yaponiyadan kelyapti, Yemendan kelyapti. Har xil millatdan kelyapti. Xuddi bir ilgaridan insonlar bilan tanishdik, bir-biringizni hurmat qilishni qarang. Muhim o'tkizish ham yo'q. Hammasi bir-biriga salom berayotgan hajiya, assalomu alaykum, rahmatullohi va bir-birini hurmatlayni qarang. Namozlarni chiroyli o'qilishini qarang endi. Mana hammasi endi qolaversa, albatta tushlik, kechki ovqatlarimiz, birinchi, ikkinchi ovqatlar, issiq ovqatlar. Bemalol hech kim o'tib yotoqxonamiz o'zi haligi nima borda, boshqalari bor. Demoqchimanki, manimcha bugun ertaga qarab ketsam kerak. Nima uchun? Men tush ko'ryapman. Shunda bo'lyapti voqea, shunda bo'lyapti. Otxonalari, boshqalari. O'shanga men yana bir bor avvalambor mana shu bizni hozirgi kunga kelayotgan yuqori